Bittagina Selfood sponji 6 ta kisni o'rnini bosatsam ishonasizmi? Agar bunga amin bo'lmoqchi bo'lsangiz, oxirigacha ko'rib turing. Birgina sponj yuzimga idealniy ton surishimga yordam berdi. Keyingisi yuz korreksiyasi, contouring qilaman. Sponjning ingichka tarafi bilan burun korreksiyasini ham qilib olamiz. Rumyana. Birgina sponjni aylantirib ishlatamiz. Concealer keyingi etap. Hattoki pudrani ham shu sponj yordamida sursa bo'ladi. Yuz uchun 6 ta kis chiqiga xarajat qilgandan ko'ra, birgina Selfood sponjini xarid qilishni qaror qildim.